Ana bo'lmasa ana. Mol bozor qizyapti. Ekranga ham sig'maydigan mollar keldi mana. Mana qaranglar, gigantlari kelyapti. Bitta bo'ldi mana. Bozorda yagona mol. Assalomu alaykum qadrli YouTube chorva ishqibozlari, Borbara kanali obunachilar. Bugungi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon Xoldonbek Cho'ja mol bozoridamiz. Akalar sigirlarning ahvollarini tanishtirishni boshlaymiz biz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib, bir donadan like tugmachasini bossalaring, xohlasa bizni videolarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Yana biz videoni boshladik. Xo'p akalar, birinchi sigirimiz mana. Jaydari o'zimizni ro'zg'or bopidan deydi. Bo'y balandbas, bo'ylari 1.15 kilusida 1.20 chiqadi xudo xolasa. Hozirga bolasini olvasmi? Bolasini olvascha. Nechinchi qorin tuqqan? Birinchi qorin tuqqan. Necha litr sut beradi? 3 litr? 4 litr boladan tashqari. Birinchi qorin tuqqan ekan akalar. Bolasi ham olvascha, hozir ko'rsatamiz. Orqalari. Orqalaridan ko'rinishi. Mana olvascha bolasi. Hozirga gumoni yo'qmi xonada? 2 oy burun Novvoskalik talab qilganda qo'yilgan. O'sha bo'yi. 2 oy oldin gumoni bor, 2 oylik xullas. Necha pul baho aytyapsiz? 30 million kami bor. Bozor baho qildimi? Necha pul? 24 million. 24 million. Qilishibdi akalar. Bolasini ovoz. Bolachasini emib tursa, yaqinda o'zini qoplab ketarganda, 3-4 oyda, xudo xolasa. Bolasini 10,5 millionga bermayapti. Qiziqqan telefon nomerini beramizmi? Sotmasga kerak, hardosh etdi. Ha, hardorna. Bozoringizni bersang, sotilib ketadi deyshapti. Omma chiroyli mol ekan. Akalar, arzonroq mollardan, arzonroq sigirlardan ko'rsatyapmiz. Xo'p. Hoshto'g'an nechinchi qorin tuqqan? 3-chi. Novvos bolasi. Bolasi ham o'ta zo'r ekan, ha? Hali ko'ringan yo'q, bag'bag'alarini qaranglar buni jonivor. Necha baho beryapsiz Hoshto'g'an? 20 million. 20 million ona bolaga. Bo'ylari baland. Endi bundan sut so'ramasa ham bo'laveradi. Ha, sut so'ramasa ham bo'laveradi. Sabab bolasi emib yurishi aniq u ko'rinib turibdi. Gumon yo'qmi? Gumoni ham yo'q ekan. Mana qaranglar, bolachasini 20 million so'rayapti, Hoshto'g'an bermayapti. Bu ham xudolar sotilsin. Ammo lekin bolachasi yana 2 oy tayida emib yursa chiqarib yuboradi. 20 million. Soporadi xolos klient yonida. Hoshto'g'an jichcha qo'shib so'rang. Bolasini hurmatidan jichcha qo'shing. Ozgina qo'shingchi. Ana. Qo'shmasdi mana odam gapi. Ha, bolachasi. Necha pul kami bor deyapsiz Hoshto'g'an? 26 million kami bor deyapti. 20 million 200 mingga bermaydi. 21 qilishadi. Ha, 20 million 200 ming qilyapti. Ha. Mayli bozoringiz bersin. Xo'p, savdosi bo'lyapti. Savdo bo'lyapti akalar. Hosh bobo necha pul so'rayapsiz? 28,5. Ha, zakonni. Bering, Ergashali aka bering. 28,5 million. Bolasini olvasmi? Ha, bering. Zo'r o'pdi. 8 so'rmasa qayt bering. 8 litr suti bor, bolachasi nima deysizga? 16 akalar. 28 million. 28 milliardmi? 28,5 million. Bozorda 80% odam taniydi meni. Ikkinchi qorinmi? 6 kurak. 6 kurak. Ha, 3-chi qorin. 3-chi qorin tutgan 6 kurak. Oy. Baraka. Bor barakanal. Akalar obuna bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Savdolar qizyapti. Xudo xolasa, kasalliklar kamaydi, ancha sepsilib ketdi. Bering, Ergashali aka. Donasida ekimni olib qoling. Telefon nomerini beraman. Atim Ergashali. Aka yemasa bunaqa aytma. Xo'p, davom etamiz. Mana bolasi voy bilan o'ta kelgan, zo'ri chiqibdi mana. Bolasi o'ta kelgan qarang. Onasi yetib olib, hali ham emsa kerak bu, ha? Emsa kerak.
Hali ham yemadimi bu? Hali yemsa kel, yemay qo'ygan. Onasini qonida. Onasini qonida bormi? Bir oylik gumon. Bir oylik gumoni bor. Bolasi novoz. Baho bo'lyapti. Baho bo'lyapti. Hamma joyda savdo bo'lyapti akalar, hamma joyda. Bozor qiziyapti akalar. Zo'r bo'lyapti. Granitsalar yopilgan, mol o'tmayapti, tashqaridan kirmayapti. Narxlar yaxshi, yomon emas hali. O'ta ko'tarilgan yo'q-ku, yaxshi bo'lyapti mollarimiz narxi. Dehqonlarga foyda. Urush olib ketdi deyapti. Xo'p akalar. Baho qilishyaptimi? Hech bir 45 million ovolani qilishyapti. Yana sotilib ketadi. Enasi bir oylik yomon. Mana vaqtda to'planib bo'lyapti. Mana mashmolni olgan ham baraka topadi. Zo'r ekanda. Bolachasini o'zi qoplab ketadi. Xo'p akalar. Ergash aka, qiziqqanga telefon olib beramizmi? Yana bo'ladimi? Ayting Ergash aka nomer. Qo'ymaysizmi? Ha, bu qo'ymasa ham nomer. Boyagi mol bermadi 28 er. Shu. Bermadi. Xo'p akalar, biz davom etamiz. Xo'p akalar, bolachasi 10-chi o'zimiz joydarim, onlarimiz. Bolasi 10-chi ekan akalar. Mana hozir ko'rsatamiz orqalarini. Molimiz orqalaridan ko'rinish. Yaxshi. Bolachasi 10-chi. Hozir necha litr sut beryapti? 6 litr sut beryapti. Bolachasi 10-chi, birinchi qorin tuqqan. Zo'r. Shuni olgan yo'q. Chiroyli, tish buzmaganmi hali? Bo'zak ekan, o'zi ham. Hali yosh ekan. Bo'ylari 1.20 chiqadi, xudo xolasa. O'ynab kulib chiqadi. Necha pul aytyapsiz? 30 million. 30 million kami bor. Bozor baho qildimi? 25.5 ga bermayapsiz. Qiziqqanlar telefon olib beramizmi? Aytingchi. 90lik. 563 75-76 nomer ham zo'r ekan. Chiqaverasizlar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Boshqa bozoringiz bersin. Xo'p akalar, mana shu molimni. Baho bo'lyapti. Bolachasi novvoschi ekan-a? Bolachasi novvoschi. Bolachasi novvoschi. 3 qorin tuqqanmi yo to'g'rimi? To'rtinchi qorin tuqqan. Onasi. Ana bolasi, qonida ham gumoni bormi? Qonida gumoni. Shu baho bo'lyapti. Hozir necha pul beryapsiz? 26 million. 26 million. Bering. Baraka qiling, hozir. 26,5 million hozir ham so'rayapti. Bermayapti egasi. Bering, yaxshi baho bo'pti. So'rasini biz sotilib ketadi akalar. Ammo bozorda hamma joyda baraka bo'lyapti, bozorlar yurib qoldi. Mana bunimizni ham baraka qilib so'rashyapti. Boyagi. Zo'r mollar chiqdi mana. Keyingi molimizni tanishtirib o'tiramiz. Ola parodamiz akalar. Necha litr sut beryapti qori? 5 litr beryapti. Bolachasi? Bersan beradi. 10-chi. Birinchi tug'ishi. Tishi ikkitami? Ikki dona tishi bor. O'zimiz joydagi mollardan. Shu bo'lmasam yo'q-da. Qoralar, chiroqligidan. Orqalaridan ko'rinishlari. Uzra ming bor. Orqalaridan ko'rinishlari. Necha pul baho aytyapsizlar? 27 million kami bor. Bozor baho qildimi? Necha pul qilishdi? 22,5 million baho qilishyapti. Bolachasi 10-chi, lekin zo'r mol ekan. Qiziqqanlar telefon olib beramizmi? Ayting. 99lik 99lik 200 60 00 nomer ham. Millikalita. Ha, zo'r ekan nomeri ham. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz 35 ga kiryapmiz, hali undan nomer ishlatmaymiz. Yosh bolalar chiroqli nomer ishlatyapti, qarang. Akalar telefon qilaverasizlar. Xo'p, akalar, keyingi sigiramiz. Qochaga nechinchi qorin tuqqan? Ikkinchisi bolachasi 10-chi. Novvos singari qilib borib bolani, ha? Novvosga o'xshab qolib bolasi.
zo'r boqargan. Yog'li ekan shekilli suti. Yog'li shekilli sutlar. Mana akalar orqalaridan ko'rinishlari, ana yonlaridan ko'rinishlar. Bo'ylari 120 plusda, 125 chiqadi xudo xolasa. Bolachasi 10-cha. Hozir aka necha litr sut beryapti? 6-7 6 o'ynab turib beradi deyapti, beraveraman sinashga deyapti. Mabodo gumoni yo'qmi? Qo'yilmagan. Xo'p, molimiz juda chiroyli. Nechinchi qorin tuqqan dedingiz? Ikkinchi qorin tuqqan. Chiroyli mol ekan. Necha baho aytyapsiz? 29 million baho aytyapsiz. Bozor baho qildimi? Necha pul? Hozirgi sizga so'rasam 24 millionga bermayapti. Hozirgi realni bo'layotgan bahosi. Akalar otlarimiz ham kelyapti. Hozirga qiziqqanlarga telefon nomerini beramiz. Aytingchi. 94lik 130 1700. Hatta hammasi zo'r nomer ishlatar ekan bu bozorda. Mana qaranglar akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar, chiroyli qilib. Dog'liz kelishib qolsalar, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beradi akamiz. Xo'p akalar, kunlaring xayrli o'tsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlaringga, rizqlaringga, chorvalaringga baraka bersin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bir donadan like tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Biz kiritib borayotgan videolar muntazam ravishda boradi. Obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar akalar. Xayrlashishimiz ko'rishguncha deb qolamiz.